Bismillahirrahmanirrahim. Bu mavzumda Allah'a vesile kılgıçlık amelimiz olsun dedi. Vesile degan nima desa, vesile degan hamda özümüzningki Allah bilan bizning aramızda şunu qo'yib turib, şunun xotirasini qilib turib, xotirasini tilab turib, Allah'ın duayımızın icabet buluşunu tilash yoki Allah'ın yardım tilash hamda. Vesile degan Allah bilan bizni bog'lab turgan narsa. Şunu vesile deydim. Vesilenin en yaxşısı üzərinki yaxşı qılğan, Allah üçün qılğan yaxşı əməlini şunu vesile qilishimdir. Məsələn, burun bir qılıb qoyğan Allah üçün bir qılğan işini, Allah'a dua qılğan. Ey Allah, mən sana şunda bir nərsəni tələb qılıbatım hazır. Senin razılığın üçün falan bunda iş qılğandım. Aşının yüzüsüdən mən duayımı icabət qılıb bə degəngə oxşaşamdır. Onu degan Allah Taala'nın isim sıfatlarını vesile kılmaz. Mesela Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim degan isim sıfatlarını vesile kılmaz. Demek şeriatda yol qo'yilgan vesile şu Allah'ın güzel isimlerini ve özümüzün yaxşı amellerini vesile kılışamdı. Vesilega her qanday bir Müslüman muhtaç hamda vesile kılışqa. Vesile hacetini ravo bo'lish uchun o'zi bilan Alloh taoloning o'tirisida biror narsani vosita qilib turib arg'i selish deganlik endi u. Dinimiz vesile qilish durust. Alloh taologa bo'lgan iymonni vesile qilish, Alloh taoloning birligi va nuqsonlarining kam ekanligi, nuqsonlardan pak ekanligini vesile qilish, Alloh taoloning muborak ism sifatlarini vesile qilish va eng muhim bo'lgan o'zimizning yaxshi amalni vesile qilish. Endi buningda bundaq bir hikoya bor. Nima? Qissa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlab bergan. İbn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunda deb bergan. Burun Bani İsrail'da, yani İsrail avlodlarida, yani Musa alayhissalomning qavmida bir 3 adam bir nimada ketib beribdi ekan, bundaqalik bir cho'lda ketib beribdi, cho'lda. Çölde gidip bağlandan keyin to'satdan ya qattiq yomg'ir yog'ib ketdi. Yomg'ir yog'ib ketgandan bir kirib olay desa ya bir uy yo'q. Ya bir daraxtning ostiga kirib olay desa ya yo'q. Ya o'zining kunlik yo'q. Qattiq shu yomg'irda qolgandan keyin da qarasa bir dana o'nkir bor ekan. Va o'nkirga kirib turaylar endi. Yomg'ir to'xtaganda menga deb o'nkir kirib turishiga o'nkirning tepidan shu yo'g'on bir qo'ram tosh tushib o'nkirning og'zini yeb ketdi. Yeb qolgandan keyin bu yerda bu uchaylan İttirib bəxtdə, küçü yetməkdə, yoğun taş, maşindək bir taş, önkürünün ağzını yiyib bağandı ki, onun küçü yetməkdə. Vaqıraydı sən, o bir çöl, heç kim yox, özünün başqa ədəm yox, heç qana çağrı yox hamdı. Küçü təxi yetməkdə o. Ya bir kim kilib bunu yardım qılıb, qutquzub qaydıysa, bilməydi anda bulab qağında. Şunu qanda qılımız adaşlar deyib küçəylən, Allah Taalaga qılğan yaxşı əməllərini bir vesile qılayla adaşlarını başqa çağrımız yox hamdı deyibdi. Birisi deyibdi, meninki yanımda qo'y vaqtdim, bunda ishchilarni akirib ishlatdim shuningga. Bir ishchi menda ishladi. Biroz ishlab, ish haqqini olmay ketib qoldi, tuyuqsizni ketib qoldi bu. Shuningga men endi shuning ish haqqiga bir qo'yni atab qo'ydim. Mushuning ish haqqi mush deb. U qo'yni mening qo'ylarimni baxtim. Baxtim bu odam vaqtida kelmaganiga bu qo'y tug'di. Yanı köpeydi, muşda boldu. Bir vaxtlarda bu adam kilip, sen palağını cadı senin qışında ben işlegendim, iş hakkımda amay ketgendim, iş hakkımda dep keldi deydi. Kelgen, şu tağdaki koyunun hamısı sinəğin desem, çaq qılıvatam, sen bu koyulu, benim koyulum emas ko, benim iş hakkımda devatım ediyorum, senin iş hakkın aşında koyulap ketdi. Ep kaptı mı? Hakkın gibi koy ep kaptı. Muyda bulap ketdi. Desem, koyunun hemen elip ketdi, rahmet mi deyip koyma hemen elip ketdi deydi. Aynı yaptı. Bu ne? İyi Allah, fakat senin razılık için kıldım. Beğenmesi beğenmedi de daha adam ona. Nerede kaldın sen deydi o. Ya koyununu bəsi buldu şu çağda. Lakin Allah razılık için bir yaxşılık kıptı o adam geçer. Şuda kılgan dekin, bu ne? Vesile kıptı mı? Vesile kıptı dua kılgan dekin, gar deyip taş. Küçükünde meyve getirken azrak içilip yuh çık. Değil mi? Kürnepti. Ama adam patmaydı. Adam patmaydı yani. Yani bir sana vesile kılınlar deyiptiken, birisi ata-anam yaşlanıp qalan ata-anam battı. Her gün ben koyu ekip kilip, sütünü seğip ata-anamı üçküzüp bulap, andın yatattım. Adetim şu dedi. Bir gün keçik bırak yaptım qalsam, anam buldu adam uxlap qepti o. Uxlap qalan sütünü ekip durup, bunda qarısam şunda tatlı uxlayatırken bu qıyanmay bunu oğutuşqa. Oğanğan çağda üçküzey deyip sütünü tutup durdum, taң atqıcı sütünü tutup durdum dedi kulağımda. Aynı tutup durdum, ata-anam
Oğanızlar üstünü tutup durup oğanlarga üçküzdüm. Moşunu ben senin razılığın için kıldım. Moşunun vesilesi bütün ben bizde çıkarım yani sağ çıkarım degandikin taş yani garda yapıp azrak içildi. Yani bırak adam batmaydı. Ama birisinin üzününki bir tağısının bir kızı varken onun baba öğleneydi o unumaptı. O öğleneydi onu unumaptı ama onu yaxşı görüp qaptamdı bu. Şunun bilan bir kunlarda o kızning beshiga bir iqtisodiy qiyinchilik kelib 1200 dirhamga ehtiyoj bo'lib qolibdi. 1200 dirhamga yaxshi jiq to'lamdi. 1200 dirhamga ehtiyoj bo'lib qolibdi. Shuning bilan shuni anglab bu 1200 dirhamni men beray, men bu yomon ish qilamsa desa ma'qul debdi u da. Shuning bilan bu 1200 dirhamni pulni beribdi. Uningga o qiz debdi uningga. Sen Allohdan qo'rqmamsan. Yomon-ku bu degandan Allohdan qo'rqma, haqiqatan Allohdan qo'rqma deb o'shiga kelib aqlni tepib 1200 dirhamni berib etib ketibdi u. Kelgan sening roziliqing uchun sendan qo'rqib yomon ishdan qaytqandimman deb vasila qilgandan keyin g'arrida ichilib saqchi ketibdi u odamlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilgan, Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis hamda bu. Sahih bo'lgan ish hamda u. Demak, hamda hayotda ayda bizning vasila qilishlar bir ishimiz bo'ldi. Yana biri bu ish maxfiy bo'lsa bak yaxshi, maxfiy bo'lsa bak yaxshi. Bunun da bir rivayet var. Bir alim deydi, Mısır'da şu 1940 yıllar bo'lgan ishkan Mısır'da bir adam bir bay, nadi çoğun fabrikası var, katta çoğun bay. Bu aynı bayının 3 ay yallığı kesilib varken, qandaq bir narsa yese, ağrıp ketgan 3 ayda bir yarı varken, o zamanlarda ya onu davolatib beqibdi, chet elga berib beqibdi, daval o saqaymabdi o. Nima ise bina işçamdı, binasiyam nima yese, 3 ay ağrıp ketgan bir iş varken. Onu davalayamagan adam ekan. Shuncha boyligi bor, puli bor, imkoniyati bor, onu davalayamabdi ekan. Bir kuni ishchi shu mashinasiga minib, shu Qohiraning Jizi Nil daryosi ma tarafini Jizi deydi. Jizininki bir yo'lda ketib bo'lsa, qip-qizil pomidor terilgan bir etizlikning qishda to'xtabdi adam. Pomidor chiroyli ko'rinadi. To'xtasa, o etizlikdagi pomidorga qarayotgan adam kelib, voy, kaslar, oltuslar deb onu mehmon qilib o'ltirg'izib pomidordan aşı üzüb akib yosh pomidorni yuvib akib mani yeb baqslar deganga menga zira qildi, qanday binasi yesam kuchim og'riydi desa, bismillah deb yeslar, shifo bo'lar inshaalloh, zira qilmas deb bittani yurgizibdi adam. Bittani yetdimi, bittani yeb bo'lab qattiq 3 oy og'rib ketib, yumulib to'pig'i yumulib ketibdi, qattiq og'irganlikdan. Şunda olab ketgandan o adam men bu adamni bakamni yesli deb mehmon qilman deb taklif qilib bu og'rib ketdi bu deb ko'tarib o'zining kapisiga akiribdi uni. Akirgandan mashinamda og'riq to'xtatgan dori va akagin deb maqdab og'riq to'xtatgan dorini ushkizib qolgan, shundan uxlab ketdi odam. U odam uxlayotdi, endi madam xijolatida pomidorni yugizdi hamda yesli deb. Yugizgandan xijolatda Alloh taologa duo qilgan. Ey Alloh, sen bilan mening aramdagi aşı ishning xotirasi uchun madamni saqaytgin debdi. Ey Alloh, sen bilan mening aramdagi aşı ish uchun, aşı ishning xotirasi uchun bu odamga shifolik bergin deb duo qilib, deyvergan bu odam uxlabdi, o'g'ansa bu odam o'xshash duoni qilaverdi, takrorlaydi. O'g'lim bu odam duo qilib bo'lgandan, voy bu sizning Allohlar arangizdagi qaysi ishdi o degan, ya siz uqmaysiz uni, sizni uqtursam bo'lmaydi, hech kim uqmaydi. Alloh bilan mening aramda bu. Degandan deppasangiz bo'lmaydi dedi, yo'q deb bermayman buni. Dedilar, shuni o odamning da achchig'i kelib, deppamasang deppamanamiz deb ketibdi u. O'ngshilibdi angacha og'rib pasibdi, ketibdi. Ketib bir qancha kungacha hech kim binasi yesim faqat og'rimabdi-da bu 3 oy. Bu qanday bo'ldi? Bu nima foyda qildi menga? Bu pomidor yesam og'ritadi. Endi o'lkasam bu yeshim binas yesam og'rimayotdi deb keyin bir haftadan keyin doktorga borsam, bu saqayib qolibdi. Nima yolliq yo'q, saqayib qolibdi bu odam. Qonda saqayib qoldi, men deb hayron qilib shunda odamni o'ylab, bu odam unda duo qilganda deb bu odamni qo'lchiq hadiyalarni elib ziyorat qilib kelibdi, dehqonni kelib men saqayib qoldim, mana sizning duoyingiz saqayib qoldim desa, astag'firullah, Alloh o'zi shifolik qilgan o'xshaydi o'zga. Men degan ojiz banda men nima qilib berdim sizga? Faqat bir duo qildim Allohga deb. Endi sizni uzoqdan bir narsani so'g'il keldim. Alloh o'zini arangdagi ish qasdi. Shunda degan bo'lsa, siz nima ish qilib Alloh bilan aramga kirasiz? Mening
Üzərimin arasındakı iş qüsuru desəm bo'lmaydi. Hech kimga demay, uyamdagi balalarim o'qimaydi buni degan. Ya men uzaq Qohiratmi Jiziga keldim hamda. Men deb bersangiz, men balki sizni men ugunib Alloh taologa yaxshi vasila qilaman bir ishni degan ma'qulmisa deb beray deb munda bo'lgan deydi. Bir kuni bizning men shu o'ylanaman deb 37 junay yiqqandim deydi. 37 junay degan shu 40 yılları yani manımdan 80-70 yıl burun 30 neçe junay degan neçe ming dollarga teng kelishi mumkin uchoq. Misrning puli qimmat uchoqcha. Cho'ng pul endi 30 neçe dollar degan endi. Shu 80 neçe yil biz Misrga borgan chaqdami, bunda go'shtning 1 kilo go'sht 3 junaydi. 3 junaydi. Hozir 60 junay, 100 junayga chiqdi hozir. Ashunda qushliqda o pulda. Şu 37 junayni yig'ibdim. To'y qilman deb yig'ib atadim. Bizning uyning oldidagi birdan qo'shnimizniki balasi askarlikka ketdi deydi. U balasining ayoli vardı, egri oyoq qoldi. Endi ikkisi ota-onasi ikkilisi yashinib qolgan odamlar. Ikkilisi bek yashinib qolgan odamlar deydi. Shu bu ayol tug'di deydi, ikkizak tug'di. Tuqqandan keyin bu tug'ib uzun qolmay bu tuqqan ayol kelin o'lib ketdi deydi. Şu iki tane avı, ikizak bala, iki tane momay ol boğay qilib qoldi. Bu momay boğay bunu bakamay, ya süt yok. Endi melike bunu yuguzib elke mundaqalıqı süt imetitkan ayollarga nima qilay desa, uni pul to'lashga to'g'ri keldi. Ya uni bir sig'ib birdigan achkisi yo'q, ya bir kalisi yo'q. Ayni doim balla yig'laydi. Et deganda kechda balla yig'laydi, ikki balaning yig'isi tugamaydi deydi. Shunda qilib bunda o'tirib men ichim og'rib ketdi. Shuning bilan bu bechoralar, bek bechora ham kambag'al. Mushunaga men shu pulimni qaylab bir yordam qilay deb, ay bir kuni bozorga berib, ay balalarga kichik balaning kiyim-cheklarini elib, yemak ichmakni elib, apitki biraz süt binasini elib, anda akilib, ishkisining oldiga kelib, qap qo'yib, ishkini qiqib qolib, o'g'ziga chiqib turdim deydi. O'g'ziga chiqib da marab turdim deydi. Boshqa bir kim akitib qolmiz endi. Qarasam, talog'iga chiqib da, ingimda hech kim bo'lmagan akib ketdi deydi. Akib ketgandan keyin shuning bilan o'zimni xo'sh bo'ldim, bergan narsam tegdi debda. Hech kim o'qimaydi deydi. Allohni o'qsin, Allohni hech kim o'qimasin deb aynan niyat qildim deydi uni. Hech kim o'qimaydi. Shuning bilan uxlab qolsam, tushimda aşı boğay, aşı aldığım öydeki aşı boğay, bana işaret kıladı, bir nemini bir eçkini işaret kıladı da, benim de kuzusu var bir eçkini işaret kulumunda işaret kıladı dedim. Oğunup bu asli ben bunu bir süt birtkan bir eçki bersem, şu eçkini şerep şunun sütünü içiyse bultkan gepken ma balığı bu aklımı bir kemepti madem bana ufturup koydu şimdi de şunu olan bazağı verip ayndaq sütü var eçkidim birini elep eçkini satqa adamga mani palani ko'chadagi palani uyga akirib birisiz ama meni qildi demaysiz. Başqa bir yerni siz bunda avatdi deysiz. Mening ismimni hargiz chiqarmang deb ayndaq deb qo'ydim. Uni yana akaman deb o'g'izida marab tursa biroz ashuni meni akaldi. Eçkini akilib ishkini qaqib boyaga biryapti. Bir vatqandan keyin shundan keyin men shuncha bir xo'shilib ketdim, o'zim bunga yordam qilaman. Uningdagi u balaning yig'i to'xtab qoldi deydi. Yig'i to'xtadi deydi. Anglamadik uning yig'ini. Shundan keyin men qanday bir duo qilsam Alloh taologa, "Ey Alloh, aşı chaqda mush ishni sen bil mening aramdagi ish bu, hech kim uqmaydi. Mush ishni vasita qilman, sana duoyimni ijobat qilgin desam, qandacha duo qilsam duoyim ijobat bo'ldi. Shu men shu chaqda sizga bunda duo qilgan edim deb birdi. Demek yani mağun bir boğan iştiyandı. Yani bir iştiyanlık aşo, kancılak aşo, öyle ki insanlı okumasa, şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis var ya, 10 kolu bergen sadakanın sol kolu okuması gerek dedim. 10 kolu bergen sol kolu okuması. Şunçalik mehbi oluş gerek, bir tıkan nersi çağındı. Aşında kılganda Allah Teala'ga hakiki anda vesile kılgı bulutken endi. Endi insanlık mesela hayatımızda hem oylap baksanlar, meyli aşo, yardım olsun, ya yaxshi söz olsun, ya ki yaxshi nasihat olsun, ya ki ne bu olsun başka bir kimge qilib qo'ygan, Allah'ını biladigan, başka bir kim uqmaydigan ayda ish hammadan bor tashribda o'ylab kelsa hammadan işte. Agar bo'lmasa, ashunda ishladim, bir qanchani tayyor qilishga tirishish kerak. Nimishqa? Bu bizning bankida qolib qolgan pulga o'xshash. Bankida qolib qolgan pulni kerak bo'lib qoldi, shatta sug'urib ishlatalaymiz. Shuni Alloh taolo ko'z tutgan.
bankadagi pulga o'xshash u. Uni kerak bo'lgan, "Ey Alloh, shuni men sening uchun qilgandim. Boshqa hech kim ko'rmagan, boshqa bir kimni meni maqtasin, yo bir kim mendan xush bo'lsin, bir kim mendan rozi bo'lsin" demak, faqat senigina rozi bo'lsin, sen uchun qilgandim. Shuning xotirasi uchun ma duoyim ijobet qilib, yoki meni balo xatosini saqlagan, yoki meni ma ishimni hal qilib bergin deb anda duo qilsa 100% ijobat o'tgan. U tajriba, amaliyotda bu tajriba bo'ladi o'taylicha bu ishlar. Shuna shu ya'ni adamninki ko'nglimizda Alloh taolaga mushi qilgan ishim vasila bo'ldi-go, Allohga aziydi-go deydigan bir aziguchilik bir amalimiz cho'qim bo'lishi kerak. O o'ylaqa 5 vaqt namoz o'qiganimiz, Qur'on o'qiganimiz, haramga borganimiz, ro'za tutganimiz, uning o vasila bo'lmaydi u. U bizning vazifa o. Men seni inson qilib yaratdim, rizq berdim, musulmon qildim, hidoyat etdim, islomga hidoyat qildim. Sening mushunda qilganligim uchun sana ibodatni farz qildim. İbadet qilishing mening haqqim, menga o'tayotgan haqqing deydi Alloh taolo. U bizningki o'tashga tegishli burchimiz. Agar uni joyida o'tmasak, qiyomatga borganda uni azobini tortgan gap. O o'tayotgan ish, o bir cho'ng bir ish emas, uni vasila qilib turib, anda nima qilishga, ya'ni cho'ng bir ish emas hamda u. Chunki gadandagi farzni ado qilganmiz mayada. Yani üstümüzdeki vazifani ado qilganmiz. Ammo ma'lum qilib qo'ygan ishlarimiz, nafli ishlardan bu Allah Teala bunda buyurmagan bo'lsa-mu, bizga majburiyat olmagan bo'lsa-mu, bu ishni bunda qilib qo'yganimiz, bizniki ortiq bunda ziyoda qilgan ishimizki, ishni Allah Teala men vazifamning sirtida, sana o'tayotgan qulluq burchimning sirtida, men mana sening roziliqing uchun qildim deb bunda vesile qila olamiz. Buni mushu dunyoning ishlari selishtirsin shunda. Masalan bir ya shirkatda yoki hukumatda 8 soat ishlayotgan odam 8 soatini ishlabdi, har kuni 8 soat ishlabdi, maoshini yebdi. 8 soat ishlabdi, maoshini yebdi. Bir kun kelib mudirga kelib, "Men bu yerda 8 soat ishladim, ishligimning xotirasi uchun menga ya mukofotni yoki maoshimni o'stirib turing, ya anda qiling" desa, "Sen ishligingning haqqini olding, zaten ortiq qilmading" deydi, tushunaman. Ammo yana birisi 8 soat ishlashning o'rniga kunda 10 soat ishlayotgan yoki haftaning oxiridagi dam olish kunida ishlayotgan u. Artıqlı qilib qolib, an berib, "Ya mudir, men 8 soat ishlashim 10 soat ishladim. Yoki men dam olish kunlarimni ishladim. Shuni xotirasi uchun mening ya maoshimni o'stiring, yoki menga mukofot bering, ya bunday qiling" desa, o'shada "Ha, tamom, haqliqsan" deydi. Shunga o'xshashli gap ham davcha. O'zimizdan qilmasak bo'lmaydigan qilgan ishlarimiz cho'ng sanab ketib, men shuni bilan, ya'ni shuni men vasila qilaman, shuni bilan hamma ishlarim hal bo'ldi, u emas u. Onun bilan o'zimizni do'zaxdan qutqiza olamiz. Amel ibadetini cahide kılış, haramdan yirak duruş, halal yiyiş, doğru iş kılış, mani olan do'zaxdan qutulalaymiz, cennetga kirimiz. Ama Allah Teala'nın tekimi hoş kılatatan iş, şunda Allah Teala'ga vesile kılacak iş buluş. Yani biri, şu yetim, ügey balı olan da o, yetim balı olan bir öyde. Aşında bolsa bu cennetin işki adam içilganlık hem de o. Cennetin garantisi o. Bir öyde bir yetim balı olsun, bir öyde bir ügey balı olsun. Bu bala cennetninki işki bulalaydı aş öy ehlige. Qanday dese Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deme men yetimni baqqan kishi bilan cennetde boşundaq barabar biz degan. Cennet billi bo'lamiz. Hech qanday ishlarni degan. Haj qilgan odam bilan, jihad qilgan odam bilan, Qur'onni yodlab, Ramazonni xatm etgan odam bilan men billa degan gap yo'q. Faqat yetimni baqqan odamni billa degan. Nima ish qilsa bu yetim deganligi ko'nglini ayt, sunuq bo'ldi. Bu dada deganning bo'lganligi dada, ota-ona degan bir tog'. Dada tog', ona degan bir bog'. Endi uni şu atanız bu adamlar fakat his kılmaydı onu. Atanız yok adamlar, atanızın yiraktı bu adamlar. Qandaq bir mahkem bir tağdan ayrılıp qalğanlıqni, üzünün qanchalik şunda muhtaç ekanligini aşu ata-onaning mehr shafqatiga shunda his qil. Buni ma yetim balaniki ko'nglini boshqa odam tushunmaydi. Bizga o'xshash bunda musofir bo'lgan, ata-onasidan ayrilgan, ata-onasini seg'ingan, yo ata-onasidan ayrilgan shunday odamlar tushunadi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nayt bak yaxshi tushunganlik uchun, yaxshi bilganlik uchun aşu hech qanday bir amal ibodatga bunda sen bilan jannatda men billa bo'laman deb va'da qilmoqlik. Shuningga yetimninki 5-chi silgan odam bilan men jannatda billa bo'laman deydi. Endi yetimga yordam ikki xil bo'ldi. Biri uyga akirib beqish bo'ldi, vaqt qolibani. Biri uyga beqish imkoniyati yo'q yoki uyga beqish kerak emas, biroq
pul mal yordam qilganlar ikki xil bo'ldi masalan. Ba'zi jamiyatlar bo'ldi, yetimga qaratgan jamiyatlar bo'ldi. Ba'zi shaxslar bo'ldi, yetimni boqitgan. Ash yetimga atab, ashuni bersa, uyga kirib boqqanga o'xshash bo'ladi. Ikki turlik. Biri uyda baqish, u eng afzali qila olish, o'zining balasiga o'xshash ko'rib qila olsa. Anda bo'lmaganda, ashu pul mal yordam qilib, ayda nima qila olsa, bumi ashu jannatningki, ya'ni ochqishni setib olganchilik ish endi u. Ajoyib baknochi ish endi bu. Uningdan boshqa hali ham shu amal ibodatlarni shu hech kim hatto ota-onamizmi, bolalarimizmi o'zimizning jurmi bilmayotgan shaklda buni ashuna bekimlarga yaxshilik qilib qo'yish. Turkiyada bunday bir odat bor ekan. Bors surtgan bir ishlar ekancha. Ba'zi borslarni er kishi bors biritgan, bolalar bors biritgan, u odam vafot bo'lib ketgandan keyin uning bolalari ayoli dadamiz paloniga bors birib etibdi ekan deganni o'qidi ekan. Shu o'zining ayoliga o'qitmay qitgan bir yaxshi bir xislat bo'lgan bu turklarning orasida. Ashunda bors bitgan ish ekan, oilasi o'qimaydi ekan. O'lib ketgandan keyin yezib qo'ygan xati bilan yoki nimasi bilan o'qib keyin, "Voy, mana bunday ishni qilyapti ekan" deb aytadi. Shu odamlar ashuni biluvdi, ashuni mushuni texmi xolis bo'lsin deb aytib qilavergan. Shu amalni qanchalik xolis, qanchalik Alloh uchun qilsan, qanchalik bir odam emas. Ammo biz ko'rsatish maqsadimiz yo'q, ammo bilib qolsa bizga ishim yo'q uni. Ishim bo'lmaydi. Ixlosimizga daxli yetmaydi u chaqda. Masalan, mening ayolim o'qimasin, men shunda bir yordam qilay desa, keyin o'qib qolsimi? Onunla bizim ixlosimizga ziyon yetmeydi. Başka cemaat bekimli o'qib qolsa bizga ziyon yetmeydi. Ama bizning niyetimizda o'qitmaslik bo'lsa, ixtiyorimiz o'qib qolgan bo'lsa ishim bo'lmaydi. Eng yaxshi ish Allah uchun xolis. Chunki Alloh taolo tavhidni biz o'qidik-ku shunga. Tavhidni Alloh taolaning yolg'iz yaratquchi, yolg'iz rizq berguchi, hamma idora qiluvchi yagona iloh ekanligiga ishonish. Anda ishonganligiga biz rizqimizdan faqat qo'rqmaymiz ya. Mayli rizqimizdan qat'iy qo'rqmaymiz. Chunki Alloh yaratdi-mi? Rizqi bilan yaratdi. Chuqur rizqini berdi. Shu ba'zi odamlar rizqidan qo'rqib, rizqim targ'ulab qolamdiki, pulim uyimga yetmamdiki, bolalarim boqolmay qolamdiki deb harom aralashtirib qo'ydi-da. Shuning bilan 9 dan tatliq mag'izni, bir dan achchiq mag'izni tukirayotgan o'xshash qildi. Ammo tavhid, haqiqiy tavhid bo'lsa bizda Allah rizqini berguchi men to'g'ri yo'lda rast gap qilib, durust ish qilma. Allah chuqur rizqini berdi, chuqur berdi. Biz qanday o'ylasak, Allohni bizga ashundoq. Qanday o'ylasakcha, ashundoq hamda. Mushu tavhid u. Ikkinchisi tavhidninki ibodat qismicha, ibodat qismida shunga tavhid ubudiyya, tavhid rububiyya, tavhid asma va sifat deymiz-da. Tavhidning ibodat qismida duomi ibodat, ma qilgan amal ibodatimizda namozmi ibodat va sadaqa berishni ibodat, yordam qilishni ibodatda. Mushuni faqat Alloh uchun qilish. Ya'ni bunda Alloh uchun qildi. Birinchi maqsad Alloh uchun, ikkinchisi jamiyatda kichikgina obro'yimi bo'lsin-da, jamoatlar kishilar bunda palonajim bunda kishilarga yordam qildi desin, ma'mu bo'lsin desa qat'iy qabul qilmaydi Alloh taolo uni. Chunki sen menga qilsang %100 hammani menga atasan hisob. Bana atmay bana çıkrak 99'unu bana atab 1%'ni başka adamın niyet kılgan bolsan bu kabul kılmayman deyip de şunu tevhid demek mühim ki tevhidimizle ütep ketkinimizle tevhid bütün hayatımızda hem nersimizge bizim tevhid bizim ölçeydi bizim hayatımızda itikadımızda muamelemizde ibadetlerimizde bütün işlerimiz tevhid bizim ölçemge saldı. Biri itikatta ancak Allah Teala'dan başka rızık bergücü yok. Allah Teala'dan başka bizden öldürgücü yok. Yani cenimizde Allah aldı, rızkımızda Allah verdi. Anda oldu biz hiçbirini korkmayız. Şunda hür biz hem de. Acayip hür. Tevhid diye aslında hürriyetki çıkış diyen gap. Hür hem de. İkincisi amel ibadetine fakat %100%, 100% da koymayız ayna. Allah üçüllü kılış. Küçük azap bir bundan bulap kalsın desen, bundan bulap kalsın desen şu osaya gidip kaldık. Fakat Allah için kılırsan, eğer Allah Teala için kılırsan, Allah Teala eğer halisa, senin şunda yaxşı, hayır suyutkan, yaxşı bende işkellikinde, şu Allah yaxşı görgen bolsa, periştler, eytüde bir hadis var oyna, Allah bir bendesini yaxşı görse, Cibril deydi, Cibril ben palanı benden yaxşı gördüm, ilan kılgın deydi. O bende, o Cibril, asman periştlerge, Allah Teala palanı yaxşı gördü,
yaxshi ko'ringlar deb buyruq qildi deydi. Buyruq qilgandan osmondagi farishtalar yer yuzidagi odamlarga Alloh palonni yaxshi ko'ringlar deb nuqdi. Ma bir o'xshatish endi shunda bulutqanligining ko'ngliga soladi kishilarning. Anda bo'lganda Alloh taolaning irodasi bilan o'zligidan kishini yaxshi ko'rdi, obro'y usidi, nom nishonasi bo'ldi, nom nishonasi qilib qoldi. Bu Alloh taoladan kelgan mukofot o'laroq bundoq. Bizningki tiligimiz uncha emas. Bizning tiligimiz Alloh uchun qildik. Biz ma'lumdan nom nishonim qolsin, bekimni meni hurmatlasin, bekimni saxiyligimni bilsin degan gap, ma gap bizning nimamiz faqat yo'q. Lekin Alloh mukofot o'laroq bizni yaxshi ko'rsa, o'zi e'lon qilib turadi uni, o'zi qilib turadi uni. Chunki bizning ming qilganimizni Alloh taolaning bir qilgani hammadan mukammal bo'ldi. Ba'zi ishlarni masalan biz o'rinlashtirib pilallarimiz ba'zi bo'ldi, ba'zi bo'lmaydi. Ammo ba'zi o'ylaymiz, Alloh taolo shunday bir ishni mukammal bir o'rinlashtirib berdiki, pilallagan bo'lsak da qilmaydik. Hammangni beshingdan o'taylik bu ishni. O'ylasanglar, biz pilallagan bo'lsakmi, anda mukammal darajada qilmaydik, lekin Alloh taolo shunday mukammal darajada qilib berdi bu ishni. Jiq anday ishlar. Mening beshimda nadichiq necha so'zlab bo'lmayman bu ishni. Hatto shu dadamni 95-yili shu Qozog'istonga kelib, Qozog'istonga shu meyaga haramga kelmoqchi. Mening sababim bilan Xitoylik pasport ishlab bermay, dadam bir yerda pasport ishlatib yiqanda qilgan. Anda kelgan chog'da men shuncha duo qildimda, dadamni yo'lga solaydi. Bishkekka bordim, $1900 deyishib, shu arablar bilan dadamni akirtgan. O chog'da Moskvadan oldi vizani, Qozog'iston, Qirg'izistondan olmay, Moskvaga borib oladi. Ayında qilib shu aytib mang'udi degan kuni hammadan viza turibdi, dadamga viza bermabdi, viza ololmadi. 6 oy saqlab turdi Qozog'istonda, haram kelmanda. Keyin baramaganda dadamni shunday yo'lga solib qo'ydim. Men yana duo qilishdan yana zerikmadim. Allohning bir hikmati bor buningda dedim-da. Uçak dadamni so'p qo'ygan bo'lsam, men vizalanmaydim. Men qo'limda Xitoy pasporti bor edi, men uçakda olamaydim. Dadamni yo'lga solib qo'ydim, shu Qirg'izistondagi hojimni bilan u haram deganda kim bilir kimning chatiqi 80 yoshga kelganmi, kim xizmatini qildi, kim uni qaraydi, saq kelamdi, kelanmamdi, tavakkal deb al yo'lga solib qo'ydim, haj qilaman degandim. Shunda qilmoqchi edim. Lekin men 2001-yili Saudiya Arabistoniga bordim. Hükümetin radyoyu çağırdı, hükümetin kadri oldum, üyem oldu, maşinam oldu, hemen narsam mükemmel oldu. Bu konuda 2 yıldan keyin dadam yani pasport çıktı. Çıkandı ki bu dadamla Ramazan'dan aldı da ciddi de karşı aldım. Ramazan her an birlikte ötkazdık. Hacni birlikte ötkazdık. Kızıldeniz'e kirip, Kızıldeniz'in içinde kimiyle park edip, ayrılıp çıktık. Saudiya Arabistan'dan geldik. Köngüllerimizge kelgen hemmeni kıldık. Armağanı yok, hac qilib yo'lga solib qo'ydim. Men shu chog'da men buni pilallagan bo'lsam, shuni bunda qilay degan bo'lsam, mumkin emas pilallayolmaydim-cha uni. Onda qilay, bunda qilay. Dadam hozir kessin. Hajga ulguranmadi. Endi siz bir 2-3 yildan keyin men Saudiya Arabistonga borgan chog'da keling, anda qilaylik, bunda qilay deb pilallagan bo'lsam, mumkin emas pilal. Lekin Alloh taolo shunda pilallab, shunda o'rinlashtirib berdiki, ko'nglimda hech qanday qilchilik armon qolmagan shaklda dadam 3-4 oy turdi. 3-4 ayning ichida shuncha yaxshi xizmatni qilib oldim. Hatto haramga kelganda shu tartalgancha dadamning putimda yig'olmaydi, anim qilsa shu putini tartalgancha putini yuvib qo'ydim. Hozir shuncha xo'shilma fursatni menga kelganga deb putini yuvib qo'ydim. Har tartalgan to'xtab putingiz egilmay turib putingizni men yuvib qo'ydim. Shunda hozir bilsam putini necha suyab qo'ysam bo'ladi degan deymiz hamda. Shunchalik shu demak Alloh o'rinlashtirib qo'ysa Allah'a tapşırsak var bu işini, Çin niyetiyle Allah'a tapşırsak, uğurlaştırırsa, o şunda uğurlaştırırken. Biz mümkün emas bizden anda uğurlaştırışımız. Şuna, işlerini Allah'a tapşırış, tevhid mi? Tevhidke kirip kaldık mı? Yani gap gelip hem de. Allah Teala'ya tapşırış işlerini ve ibadetlerini %100% Allah için kılış. 1%, 20% ya benim işim olsun, ya 20% benim abroyum bulap kalsın, ya 20% kişilerin aldığı küçüküne yüzüm kötürülsün diyen neyse. Qatli bo'lmasa, kichikgina bo'lsa, faqat bakovlab ketadi u. Xuddi tomoqni pishirib qilib, tupsiga zahar sevayotgandek ishlamdi u. Shu tavhid shundan muhim ayna. Uning tavhid asma va sifat deymiz, uchun uni o'qidinglar. Alloh taolani hech kimga o'xshatmaslik, hech kimga, masalan, Allohni olim deymiz. İlim o'qigan olim, odamni olim deymiz. Qanday farqi bo'lsa, Alloh taolaning ilmi cheksiz ilm, cheksiz.
Hammani bildigan. Hatto ma tamning atrofini bildigan, qorong'uligini bildigan, hatto shu qorong'u kechida qora chumililarning harakatlarini ko'rib bilib turadigan mundoq ilm. Ammo bizning ilmimiz qancha inson olim bo'lib kelsin, mayli dinda bo'lsin, mayli fanda bo'lsin, olim bo'lib cheklik o, cheklik. O bir yerga berib to'xtaydi o, uning cheki bor. Alloh taolaning cheksiz. Bu shundoq, shu tavhid e'tiqodi shundoq mahkam bo'lganda iymonimiz hamisha mahkam, ayni chin bo'lib turadi. Ana shundoq har zaman unutmaslik kerakki, Alloh taolaga bunda qattiq kunlarda, qattiq ehtiyojim bo'lgan chaqda Alloh taolaga ko'rsatadigan bir yaxshi, mukammal bir amalim bo'lsin. Xotirjam shu amalimga, ey Alloh sening uchun qilgandim meni, sen meni mening masalamni hal qilib bersin. 100% endi ijobatli ochaqdagi duochanda. Şu Allah Teala hammalarning ibodatini qabul qilsin.